Hammaga salom. Hozir men sizlarga qandoq qilib dasturchilikdan SMM va Brandface'ga o'tib ketganim haqida gapirib bermoqchiman. Tayyor bo'lsanglar, qani ketdi. Shu yoshimgacha hayotim juda ham qiziq o'tgan. Ko'plab joylarda, ko'plab sohalarda ishlab ko'rganman. Birinchi ishim 8-sinfda Anhor lokomotivda parkda ishlaganman. Va undan keyin Morsda, Gummada va hattoki Mo'ykada ham ishlaganman. Keyinchalik qaraganman, bunaqa yurishim bo'lmasligini tushunganman va o'shandan keyin 9-sinfligimda akademik litseyga o'qishga ekzamen topshirganman va hamma joydan, hamma narsasidan o'tganman. Prям sport ekzameni deysizmi yoki ona tili, matematika hammasidan o'tganman. DTMga kelganda qisqa qilib aytaman, o joyini endi to'liq aytolmayman. DTMga kelganda o'ta olmaganman. Keyin bilsam, og'aynim ham topshirgan, u ham o'ta olmagan. Keyinchalik bilsam, butun Toshkent bo'yicha hech kim o'ta olmagan. Endi haqiqat yo'q ekan deb qo'yganman. Sababini o'zingizlar tushungan bo'lsanglar kerak. O'sha kundan keyin ishga bo'lgan diqqatimni o'qishga qaratdim. Ingliz tili, matematika, dasturchilik bo'yicha kurslarga bordim. Va qarabsizki, 2 yilim o'tib institutga topshiradigan vaqtim keldi va institutga ekzamen boshlandi. Esimda bor, ekzamenga kirayotganimda ham o'zimga uverenniy bo'lib kirganman va ekzamen yechayotganimda ham birma-bir unaqa ustim-ust o'tib ketmasdan ekzamendan xotirjam bo'lib chiqqanman yechib. DTM ballar chiqqan, men o'qishga kirganman, biramas 3 ta institutga va ulardan orasida men madaniyatni tanlaganman, chunki menga qanaqadir san'atda yurish yoqardi. Va o'sha qiziqqanim uchun ham san'at va madaniyat institutiga topshirdim. Hozirgi kunda 3-kurs talabasiman. O'qishga kirdim, keyin qarasam, ota-onamning puli o'sha 2 yil davomida ota-onamning puliga yashagan bo'lsam, endi yo'q, bunaqa yurish bo'lmaydi dedim. O'qiding, mana o'qishga kirding. Hatto bitta narsani eplading. Endi vaqtinchalik ish topishim kerak edi va do'kon sistemasida ishni boshladim. Ro'ppa-rosa adashmasam 2 yil davomida do'konda ishladim. 2000 hali ham esimda bor. 2024-yil edi. 2024-yil yozida уже vaqtinchalik ishdan kompaniyada ishlashga tayyorligimni his qildim. Va kompaniyada ishlash uchun men dokumentlar yig'ishni boshladim. Rezyume yig'dim, CVlar yig'dim, hammasini borib tanishlarimga, boshqalarga berib ish qidirishni boshladim. Suhbatga chaqirishdi agentство. Dasturchilik bo'yicha topshirganman. Suhbatga bordim. Suhbatda aytishdi, xullas sizga 2 oy stajirovka bo'ladi dedi. Xo'p dedim, mayli dedim. Birinchi oy o'tdi. Birinchi oy o'tganda men уже qanaqadir o'zimni g'alati his qildim. Ya'ni bu narsa xuddi menga emasdek. Tushunasizlar, o'zingiz uchun mazza qilmayapsiz ishingizdan. Shunaqa bo'ldi. O'sha kundan keyin oradan 2 kun o'tdi. O'shani his qilganimdan keyin 2 kun o'tgandan keyin rahbarim yonlariga chaqirib, "Xo'sh, nima qildingiz? Mana 1 oy davomida nima o'rgandingiz, nima qildingiz?" deb so'radilar. Aniq tayinli javob ham bera olmadim, to'g'risi. Va menga keyin rahbarim shunaqa zo'r taklif berdilar. Men hayron qoldim. Bu taklifni kutmagandim. Kutilmagan taklif bo'ldi menga. Qarang, Javohir, siz dasturchilikda emas, SMM menejer bo'lib ishlashingiz kerak va bizni kompaniyani so'z agentsiyasi Brandface bo'lishingiz kerak, ya'ni yuzi bo'lishingiz kerak dedilar. Va men aytdim, endi bunaqa hayotimga keskin burilish qila olmayman dedim. Shu sababdan bir kun vaqt bering, men bitta o'ylab ko'rib javobimni aytaman. O'sha kuni kechqurun men qaradim, o'yladim. Bu ishda o'tirish talab qilinadi, dasturchilikda bilasizlar, o'zingizlar ham bitta joyda o'tirib ishlashingiz kerak bo'ladi. Lekin men qanaqadir xarakterim shunaqa, intiluvchan, qiziquvchan, harakatchan insonman hayotimda. Va shu sababdan men bu yo'lni tanladim. Ertasi kuni borib, roziman dedim. Boshlab ko'rish dedim, ya'ni qo'rqmadim, ya'ni hayotimga qanaqadir burilish qilyapman.
qaltis burilish qilyapman, chunki men уже dasturchilikda ketaman deb xayol qilib qo'ydim. Lekin qarasam, bu proses davomida qanaqadir zerikarli bo'lgani uchun burilish qilib ko'rdim. Ko'rib turibsizlar, hozirgi kunda ishlab yuribman hali ham. Va esimda bor 2024-yil 24-avgust edi. 24-avgust edi. Birinchi syomkaga chiqqan kunim bo'ldi. Va o'sha kundan boshlab hozirgi kungacha orada o'sha 2 yil o'tgan bo'lsa ham juda ham katta brendlar bilan ishladim. Misol uchun Dongfeng, Leapmotor, Chang'an va o'qish bo'yicha ham sanasam sanog'i ko'p deydi-yu. Instagramda bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Va undan tashqari proyektda ham yurg'izdim, brend face bo'lib ishlagan bo'lsam, SMM menejer bo'yicha ham ishlab kelyapman hozirgacha. Bu gaplarim bilan nima demoqchiman? Hech qachon ishlashdan qo'rqmang va yana vaqtinchalik ishni kelajagim deb qaramang. Sababi bu vaqtinchalik ishlar bilan siz o'zingiz orzu qilgan hayotga erisha olmaysiz. Misol uchun ularga o'sha do'konda ishlash, mo'ykada ishlash yoki qanaqadir attraksionlarda ishlash, o'zimning hayotimdan misol qilib ko'rsataman sizlarga. Va bironta sohani egasi bo'linglar va har xil hunar o'rganib qo'ysanglar, o'zingizga yaxshi bo'ladi. Chunki bu videoni ham hozir men o'zim olyapman. Sababi men syomka jarayonlarida ko'p qatnashganim uchun videoga olishni ham ozmuncha bo'lsa ham o'rganib qo'ydim. Va bu videoni montajini ham o'zim qilaman. Va yana hech qachon xato qilishdan qo'rqmang. Chunki xatolar to'g'rilanish uchun qilinadi, yana qayta qilinish uchun emas. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stinglarga yuborib qo'yinglar. Unga ham foydali bo'lsa. Like bosinglar, kommentariyada o'z fikringlarni bildiringlar. Agar qarshi fikr bo'lsa ham bemalol bildirsanglar, javob beraman. Charchamanglar. Hech qachon ishlashdan qo'rqmanglar. Ishlamasdan uyda yotgandan qo'rqinglar. Sog' bo'linglar.